O'zbekistonda qaysi o'yinlarga eng ko'p pul sarflanishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, balki siz yoqtirgan o'yin ushbu ro'yxatdan joy olgan bo'lishi mumkin. 5-o'rin Roblox. O'yinchilar asosan Robux, o'yin ichidagi kiyimlar va maxsus serverlarga pul sarflashadi. 4-o'rin EA Sports FC Mobile. Futbol muxlislari pullik paketlar va mashhur futbolchi kartalarini xarid qilishadi. 3-o'rin Clash of Clans. Eski o'yin bo'lsa ham turli resurs va jangovar paketlar uchun hali ham ko'p pul tikiladi. 2-o'rin PUBG Mobile. Eng ommabop o'yinlardan biri. Asosiy foyda UC, Royal Pass va qurol skinlaridan. Va 1-o'rin eFootball. Mutlaq yetakchi o'zbekistonliklar jamoa tuzish va kuchli futbolchilarni olish uchun juda ko'p mablag' sarflashar ekan. Qiziq tomoni, Free Fire va Mobile Legends ham O'zbekistonda ko'p o'ynaladi, lekin pul sarflash bo'yicha ular bu beshlikka kirishmaydi. Sizningcha, bu ro'yxatda qaysi o'yin bo'lishi kerak edi? Agar bu video 10 mingta layk yig'sa, O'zbekistonda eng ko'p pul sarflanadigan top 5 ta kompyuter o'yinlari haqida video tayyorlaymiz.